رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bütün olimlarni tarbiya kunandasi bo'lgan va butun mahluqotlarni hojasi bo'lgan sizni biz inson farzandini aziz va mukarram qilib yaratgan Alloh subhanahu va taologa behisob hamd sanolarimiz, barcha shukr maqtovlarimiz bo'lsin. Barchalarimizni qiyomat kunidagi shafaat xohimiz, sizni bizlarni zulmatdan nurga chiqishligimizga sababchi bo'lgan Janobi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz, durudlarimiz bo'lsin. Sayyidul ayyom hajjal masokin bo'lgan ushbu muborak juma kunini fazilatidan Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi bahramand aylasin. O'zining baytiga bosib kelgan har bir bosgan qadamlarimizga o'zi va'da qilgan ajri azim, ajri hasanatlarni ato aylasin. Muhtaram azizlar, bugungi juma suhbatimizda masjid olimlari mavzusida suhbat yuritar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni o'zi barchalarimizga manfaatli aylasin va ushbu suhbatlarimizga amal qilib yashamoqligimizni o'zi nasib aylasin. Muhtaram azizlar, masjid so'zi bu lug'atda sajda, ya'ni sajda qilinadigan joy, makoni ma'nosini anglatadi. Ulamolar istilohida esa 5 vaqt namoz ado etiladigan makon masjiddir deyilgan. Masjidlarni ehtirom yuzasidan Baytulloh, ya'ni Allohning uyi deyiladi. Zero masjidning devorlari va ustunlari Alloh nomi bilan qurilgan. Unda Alloh taologa ibodat qilinadi, u zot ulug'lanadi, maqtaladi, unga ruku va sajdalar qilinadi. Bu borada Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi: Astagfirullah va annal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahada. Sadaqallohul azim. Yani albatta barcha masjidlar Allohnikidir. Bas Allohdan boshqaga duo qilmang. Jin surasi 18-oyat. Mo'min odam Allohning uylarini ham ma'naviy ham moddiy obod qiladi. Qalbi doim masjidlarga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo bu haqda Tavba surasining 18-oyat karimasida marhamat qilib aytadiki, ya'ni Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni barkamol o'qigan, zakot bergan va Allohgandangina qo'rqgan kishilar obod qilurlar. Ajab emaski, ana o'shalar hidoyat topuvchilardan bo'lsalar. Masjidlarni obod qilish, toat ibodatlar hamda o'sha masjidlarni yaxshilab qurib, ta'mir etib, pok saqlab, muhofaza qilishlik bilan bo'ladi. Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, yurtimizda inson qadrini ulug'lash, xalqimizga munosib ma'naviy muhit yaratish borasida juda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Ayniqsa, davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan masjidlarimizni obod qilish va ularni xalqimizga munosib holatga keltirish yo'lidagi ishlar alohida e'tiborga molikdir. So'nggi yillarda yurtimizda bir nechta yirik masjid va ziyoratgohlar obod holatga keltirildi va obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Birgina Samarqand viloyatida barpo etilayotgan Imom Buxoriy majmuasini olaylik. Ushbu majmuaning umumiy maydoni 44 gektar bo'lib, o'z ichiga demak mahobatli maqbara, 10,000 kishiga mo'ljallangan katta masjid hamda shu alloma tarixiga bag'ishlangan zamonaviy muzeylarni barpo etildi. Shubhasiz bu yurtimizdagi rivojlanish va yangilanishliklarning nishonasidir. Masjidlarni obodlantirish fazilati haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar: kim Alloh taolo uchun bir masjid qursa, Alloh uning uchun jannatda bir uy quradi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Alhamdulillah, bugungi kunda respublikamiz bo'yicha
2147 ta masjid faoliyat olib boryapti. Bu jamiyatimizda diniy ma'naviy hayotni yuksalib borayotganligidan bir dalolatdir. Shundan 330 ta masjidda aholiga qulay sharoitlar yaratish uchun qayta qurish hamda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Masjidlarimizni obodligiga bo'lgan bu e'tibor shubhasiz muqaddas dinimizga va uning qadriyatlariga bo'lgan ehtiromni yorqin bir ko'rinishidir. Zero masjidlarni obod qilish bu avvalo inson qadrini ulug'lash, uni ruhiy, ma'naviy ehtiyojlarini ta'minlashdir. Shuning uchun ham hukumatimiz tomonidan bu yo'nalishda qilinayotgan ishlar xalqimiz manfaatiga xizmat qiluvchi xayrli ishlardandir. Muhtaram azizlar, masjidlar qanchalik sharafli joy ekanligidan kelib chiqib, shariatimizda namozxonlar uchun odoblar, sunnatlar va ahkomlardan iborat ko'rsatmalar bor. Quyida mazkur ko'rsatmalardan ayrimlarini zikr qilib sanab o'tamiz. Birinchisi, masjidga borishdan oldin ziynatlanishlik, ya'ni masjidga bormoqchi bo'lgan kishi imkoni boricha toza kiyimlarni kiyishligi, xush bo'ylanishligi, mushkambarlarni sepishligi va musbak orqali tishlarini halol qilish, tozalash yoki shu tish yuvish vositalari orqali demak tishlarini bir tozalab yurishlik, ya'ni shu toza pok holatda masjidga borishlik bu maqsadga muvofiqdir. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: "Ey odam avlodi, har bir masjid namoz oldidan ziynatlaningiz, pok kiyimlaringizni kiyib olingiz." A'rof surasi 31-oyat kalima. Demak, masjidga toza, xushbo'y ifor bilan kirgan kishi izzat ikromda bo'ladi. Shunday ekan, namozxon kiyim-kechagiga va yemak-ichmagiga yoqimsiz hidlardan uzoq bo'lishligi, badani yoki kiyimidan keladigan har qanday yomon hidlar bilan namozxonlarga ozor bermasligi zarur bo'ladi. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kim piyoz, sarimsoq va ko'k piyoz kabi o'simliklardan iste'mol qilgan bo'lsa, bas masjidimizga yaqinlashmasin, chunki farishtalar odam farzandi ozor chekadigan narsalardan ozorlanadi" deganlar Imom Muslim rivoyati. Demak, masjidga ohista yurib kelishlik ham bu masjid odoblaridan ekan, ya'ni dinimizda masjidga imkoni boricha piyoda kelishlikka targ'ib qilingan. Zero masjid sari bosilgan har bir qadam uchun ajr yoziladi, gunohlarga kafforat bo'lishligi hadislarda va'da qilingan. Demak, imkon qadar juma kuni shu ko'p qadam bosib piyoda kelishlikni savobi ulug'ligi, har bir bosilgan qadamga ajr mukofot yozilishligi, bu yozilgan ajr savoblar gunohimizga kafforat bo'lishligini yodimizda tutmoqligimiz lozim bo'ladi. Agar kimdir masjidga avtoulovda keladigan bo'lsa, transport vositasini boshqalarga xalaqit bermaydigan, yo'lni to'smaydigan tartibli joylarga, o'sha bir maxsus ko'rsatilgan joylarga joylab qo'ymoqligi lozim. Chunki bu yo'l ommaning mulki, shuning uchun unda boshqalarga ozor yetkazmaslik dinimiz talablaridandir. Namozga kelayotgan musulmon shoshmasdan sokinlik va vaqor bilan yurishligi kerak. Hatto namozga iqomat takbiri aytilsa ham shoshmasligi darkor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam namozga iqomat takbiri aytilsa ham o'zingizga sakinatni lozim tutgan holda yuring. Bas ulgurganingizcha imomga ergashib namoz o'qing, ulgurmay o'tkazib yuborganingizni qazosini o'qing deganlar. Ya'ni masjidga kirayotganda ayrimlar shoshilishligi va namoz o'qiyotganlarni bezovta qilishligi bu xato ish hisoblanadi. Ayrim hollarda ba'zilar safga yugurib kelishlari, ovozini ko'tarib yuborishi namozxonlarni chalg'itadi. Hop, uchinchisi, masjidga kirishda sunnatga muvofiq duo qilish, ya'ni masjidga kirayotgan kishi payg'ambarimiz alayhisolamga salovat aytadi hamda Allohumma ftahli avvaba va rahmatik. Ya'ni Alloh menga rahmating eshiklarini ochgin deyishligimiz yoki shu masjidga kirib kelayotganimizda ya Robbi, ey Allohim, baytingni eshiklarini menga ochganing kabi rahmat eshiklaringni ham ochgin deb duo qilib kirishligimiz
Chunki siz bilan biz bu Alloh subhanahu va taoloni baytida jam bo'lib turibmiz. Demak, siz bilan biz Alloh subhanahu va taoloni mehmonimiz, muhtaram azizlar. Shuning uchun aytamiz, behuda, bema'ni gaplarni beyda gapirmaslik. Chunki biz Xudo taoloni huzurida o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taoloni mehmonimiz. Kim oxiratga va Alloh taologa iymon keltirgan bo'lsa, mehmonni ulug'lasin deganlar. Demak, siz bilan biz Xudo taoloni mehmoni ekanmiz. Mana Xudo taoloning baytida jam bo'lib turibmiz. Albatta Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni ulug'laydi. Buni unutmasligimiz lozim bo'ladi. Va masjiddan demak kirdik, ibodat qilib masjiddan chiqayotganda chap oyog'i bilan chiqadi va payg'ambarimiz alayhissalomga salovat aytadi hamda yo Alloh, men sendan fazli karamingni so'rayman, yo Alloh, meni shaytondan asradir duo qilishlik ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Hop, to'rtinchisi, masjidda barcha barobar bo'lishligi, masjidda barcha namozxonlar barobardirlar. Kim avvalgi safni avvalroq kelib egallasa, u bunga haqlidir. Faqatgina ulamolar hurmatli va yoshi ulug' kishilarga joy bo'shatib, ularni oldingi safga o'tkazish joiz hisoblanadi. Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Hech bir kishi boshqa bir odamni o'tirib turgan joyidan turg'izib o'rniga o'tirmasin, balki bir-biringizga joy beringlar, kenglik qilinglar deganlar. Imom Muslim rivoyati. Shunga binoan biror kishi masjidda o'ziga xos joy belgilab olishligi shar'an joiz emas. Shuningdek, masjiddagi xatti harakatlarda jamoatdan o'zini farqli tutish ham joiz emas. Masalan, odamlar namozga iqomat aytilishini kutib o'tirganda tik turib olish, farz namozidan keyin hamma sunnat namoziga kirishganda o'tirib zikrga kirishish yoki aksincha hamma zikr qilayotgan yoki tilovat eshitayotgan paytda sunnat namozini o'qishga kirishish, jamoat bo'lib duoga qo'l ochganda odamlardan ajrab olish holatlari ham demak bu masjid odoblariga ziddir. Zero musulmon kishi masjidda jamoatga rioya qilishligi, ya'ni jamoatni rioyasini qilishligi, ularning birdamligiga putur yetmasligi lozim bo'ladi. Beshinchisi, yo'laklarni to'sib qo'ymaslik, ya'ni imkon darajasida namozxon kishi masjid eshiklari va kirish yo'llarida namoz o'qimasligi kerak. Chunki namozxonlarning kirishiga xalaqit berib, kirish yoki chiqishga to'sqinlik qilishligi mumkin. Shu sababli masjidga kirgan kishi imkon qadar oldingi safga intilishligi kerak. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Avvalgi safni so'ng keyingisini to'ldiring. Agar nuqson bo'lsa, u oxirgi safda bo'lsin dedilar. Imom Abu Dovud rivoyatlari. Birinchi saf Allohning rahmati va savobiga eng yaqin saf hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalom ko'plab hadislarida birinchi safda turishlikka targ'ib qilganlar. Saflarni zich, yelkama-yelka qilib to'ldirish jamoaning birligi va mustahkamligini anglatadi. Demak, ko'rib turganimizdek dinimiz tartib va intizomga buyuradi. Masjiddagi tartib va qoidalarga rioya qilish qanday zarur bo'lsa, jamiyatda ham tartib saqlash, ish boshilariga itoat qilish hamda shunday muhimdir. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalom ko'plab hadis shariflarida rahbarlarga itoat qilishga, fitna va tartibsizlikdan saqlanishga buyurganlar. Jumladan payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarining hadis shariflarida marhamat qiladilar. Kim menga itoat etsa, Allohga itoat etibdi. Kim menga osiy bo'lsa, Allohga osiy bo'libdi. Kim amirga itoat etsa, menga itoat etibdi. Kim amirga osiy bo'lsa, menga osiy bo'libdi deganlar Imom Buxoriy rivoyatlari. Ushbu itoat jamiyatda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlikni asosiy bir poydevoridir. Agar biz mayda masalalarga yopishib birlikka buzsak, tartibsizlikka yo'l ochgan bo'lamiz. Har bir musulmonning zimmasidagi vazifa masjiddagi tartibni jamiyatga ko'chirish va shu orqali yurtimizning farovonligiga
o'z hissasini qo'shishlikdir. 6-si, namoz o'quvchi oldidan odam o'tishligi ehtimoli bo'lsa sutra, ya'ni to'sib qo'yish. Imom yoki yolg'iz kishi oldiga sutra qo'yib namoz o'qishi mustahabdir. Agar biror kishi namoz o'qiyotgan kishining oldi tarafidan o'tishga urinsa, namozxon qo'li bilan to'sib uni qaytaradi. Agar shunda ham qaytmasa, qattiqroq qaytarishga buyurilgan. Namoz o'qiyotgan kishi ro'parasidan kesib o'tishlik joiz emasdir. Abu Juhaym Ansoriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Namoz o'qib turgan kishini oldidan o'tuvchi kishi bu ishi uchun unga va namoz o'qiyotgan kishiga qanchalik gunoh borligini bilganda edi, uning oldidan o'tmasdan 40 yil bo'lsa ham kutgan bo'lar edi deganlar. Imom Bazzoz rivoyat. Demak, bu hadisda namozxon oldidan o'tishni arzimas sanash bu xatarli ekanligiga dalil bor. 7-si, masjidlarda ozor bermaslik, ya'ni masjidni qasd qilgan kishi odamlarning zich bo'lib turgan saflarini oralab o'tib, ularga ozor bermasligi lozim bo'ladi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam xutba qilib turganlarida keldi va odamlarning yelkasidan oshib, saflarini oralab o'ta boshladi. Shunda u zot unga aytdiki, "Bas, o'tir, odamlarga ozor berding va kechikding" dedilar. Shuning uchun masjiddagi kishi baland ovozda, demak, qiroat qilib yoki zikr qilib ham boshqalarga ozor bermasligi kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom masjidda baland ovozda Qur'on tilovat qilayotgan kishining ovozini eshitib, undan qaytarganlar. Ya'ni bu yo'ldagilariga ozor bermaslik uchun. Shuningdek, masjidda behuda so'zlar gapirishdan saqlanish lozim. Mashhur tobiin Said ibn Musayyab rahimahulloh, kim masjidda o'tirsa, go'yoki Robbisi bilan o'tiribdi. Uning yaxshi gapdan o'zgasini aytishga haqqi yo'qdir deganlar. Ya'ni go'yoki mana Xudo taoloning baytida o'tiribmizmi, demak Xudo taoloning huzurida o'tiribmiz deb bilishligimiz o'zimizda. Demak, behuda gap so'zlardan o'zimizni, tilimizni tiyishligimiz, bu masjid odoblariga rioya qilmoqligimiz lozim. 8-si, masjidda shovqin ko'tarmaslik, ya'ni masjidda shovqin ko'tarish, tartibsizlik qilishdan qaytarilgan. Hozirgi kunda ayrim namozxonlar masjidga kirishdan oldin telefonlarini, demak, tovushsiz yoki umuman o'chirib qo'ymasliklari natijasida namozxonlarning ibodatlariga xalaqit beryapti. Namozxonlarga ozor beradigan o'tkir ohanglar va musiqiy tovushlar namozdagi xushu va huzurni buzadi. Shuni unutmaslik lozimki, musulmonga ibodat qilayotgan paytda ozor berish yanada og'irroq gunoh hisoblanadi. Masjidlarni ulug'laydigan har bir musulmon masjidga kirishdan oldin telefonining ovozini o'chirib qo'ymoqligi yoki butunlay o'zini o'chirib qo'ymoqligi lozim bo'ladi. 9-si, masjidda dunyo ishlaridan saqlanish, ya'ni masjidlar Allohning uylari bo'lib, ular ibodat, zikr va ma'rifat uchun qurilgan muqaddas maskanlardir. Dinimiz bizni masjidlarga ehtirom ko'rsatishga hamda ularni oldi-sotdi va behuda so'zlardan xoli tutishga buyuradi. Demak, bu masjidda oldi-qochdi gaplar yoki bir oldi-qochdi so'zlarni gaplashlikdan qaytarilgan. Ya'ni o'sha yuqorida aytganimizdek, bu Alloh subhanahu va taoloning uyi, bu ulug' joy. Shuning uchun bu yer, ya'ni masjid faqat ibodat qilishlik va zikr qilishlik uchundir. Bu yerda ya'ni oldi-sotdi qilishlik, har xil behuda bema'ni gaplarni gapirishlik uchun joy emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hadislaridan birlarida aytadilar, kim masjidda yo'qolgan narsasini e'lon qilib, so'rab turgan kishini eshitsa darhol Alloh uni senga qaytarmasin deb aytsin, zero masjidlar bu maqsad uchun bino qilinmagandir, ya'ni bu ibodat uchundir degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, agar masjidda biror kishining oldi-sotdi qilayotganligini ko'rsangiz, ya'ni masjid shu o'tirimiz xonaxoh ishida aytilyapti, nazarda tutilyapti, oldi-sotdi qilayotganligini ko'rsangiz, unga Alloh tijoratingga baraka bermasin deb ayting deganlar. Imom Termiziy rivoyatlari. Bunaqa oldi-sotdi o'sha gaplarni demak masjiddan tashqarida qilishlik kerak. Ushbu hadislar masjidni savdo-sotiq, yo'qolgan narsasini qidirish va boshqa dunyoviy mashg'ulotlardan poklash zarurligini ta'kidlaydi. Biz ham masjidlarga kirganda faqat ibodat niyatida bo'lishimiz, Allohning uyi hurmatini doimo joyiga qo'yishligimiz lozim.
bu yerlarda amri ma'ruf nahiy munkar oyat hadislardan gapirib turilsa-yu, shu masjidning ichida ham shu usullari orqasida yoki burchaklarda bemalol dunyoviy gaplarni gaplashib yoki bir telefonlarni o'ynab o'tirishlar holatlari kuzatiladi. Demak, bu ishlarga chek qo'yishligimiz, ya'ni nuqta qo'yishligimiz lozim. Hop, uninchi masjidlarni ozoda saqlash. Masjidlar musulmon jamiyatining qalbi va ma'naviy tarbiya maskanidir. Masjid xonaqohlari, bog'lari va atroflarini pok, ozoda va ko'rkam saqlash har bir mu'min uchun zarur odob va ulgon savobdir. Muhtaramazlar, albatta bu masjidlarimizni ozoda saqlashlik, yon atroflarini yo, xonaqoh ishlarini yo, mana masjidimizga qancha yoshlarimiz yo opa-singillarimiz bor, umrlaridan baraka topsin. Har payshanba kuni tozalash ishlarini qilib ketadilar. Yana qanchadan qancha odamlar bor. Har kuni kelib shu tozalash ishlariga qaraydiganlar bor. Albatta bu shularning ishi demasdan, shu masjidga kirganda gilamdir, joy namozdir, ko'rpachadir, bir surilib qolgandir, turilib qolgandir, lekin bu narsalarni ham bir to'g'rilab qo'yishligimiz ham savob. Bir qog'oz qog'ozmi, bir narsa, bir xalaqit qiladigan narsa tushib qolgan bo'lsa ham, demak, shuni olib shu chiqindi sonlariga idishga solib qo'yishligimiz ham bir savob, muhtaramazlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida bir majnuna ayol bor. Ya'ni u faqat shu Xudoning ishqida bir majnun, unga na ziddiy, na mol dunyo, bu narsalarning aslo bir qizig'i yo'q. Masjid-i Nabaviyni bir supurgichasida supurib tozalab yurardi ayol. Ilgari masjidlarda hana bunaqa gilamlar, bunaqa xolaslar, bunaqa sharoitlar yo'q. Bir qumlar bo'lgan, shunaqa narsalarda ibodat qilingan. Kunlarda tuyalari yoki otlari minib kelgan, ular uchun ilashib turgan shunaqa ba'zi bir holatlarda har namozdan keyin demak bu masjidlarni tozalashlik, supurishlikka zarurat tug'ilgan. Shu bir majnuna bir ayol, bir yoshi katta bir ayol masjidni shunday bir tozalab yurardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shuni haqlariga doim duo qilib turardilar. Bir kun boyagi ayol ko'rinmay qolganda, butun payg'ambarlarning imomi bo'lgan, rahmatan lil olamin bo'lib kelgan varsalarimizni qiyomat kunidagi shafoatxohimiz Janobi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar. Onamiz ko'rinmay qoldilar. Shunda sahobalar aytishdiki, u kishi bir bemor bo'lib, betob bo'lib yotib qoldilar. Shunda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, biror bir gap bo'lsa, meni xabardor qilinglar dedilar. Ular xo'p deyishdi va u kishini, demak, omonatni bir shomdan keyinmi, bir xuftondan keyinmi shunaqa omonatni topshirdilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga kirib ketganlar. Sahobalar nima qilishdi? U kishini endi bezovta qilmaylik deb o'zlari bir rassolani chaqirishib, u poklab, kafanlab, o'zlari qabr qazishib, janozalarini o'qib, Baqiy qabristoniga dafn qilib kelishdi. Shunda keyin ertasi kuni aytarmiz deyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga buning xabarini aytilganda u kishi bir g'azablandilar. Bu ayolning ismi Ummu Mihjon ekan. Qarang, Ummu Mihjon. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu kishini vafot etganlik xabarlarini berishganda u kishi azoblanganday bo'ldilar va dulluni ala qabriha dedilar. Ya'ni uni qabrini menga ko'rsatinglar. Ular Baqiy qabristoniga olib borishdi va qabrini ko'rsatishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini qabrlarining tepasida turib, yana bir marta tabarruk janoza o'qidilar. Va undan bu ayolning haqqiga duo qildilar. Qabr shunday joy, qabr fitnasiga har bir kishi tushadi, qabr bir marta shu sohibini qisadi. Duo qildilar, mening duoim shak shubhasiz ijobat qabul bo'ladi va ayolni va ummatlarimni, chin ummatlarimni qabrni siqishligidan o'zing omonda saqlagin deb Alloh subhanahu va taologa yo'lvarib duo qildilar, muhtaramlar. Shu o'zimizni qarashimiz bilan o'ylamasligimiz kerak. Demak, bir ayol shu masjidni tozalashga qarab yurar ekan, Payg'ambar alayhisalom bir nazarlarni topib qolgan ekan, borib qabrlarning ustidan bo'lsa ham bir janoza o'qigan ekanlar demasligimiz kerak. Kattalarning qarichi yuqoridagilarning qarichi yuqori bo'ladi, muhtaramlar. Nima sababdan? Bu bir majnuna, bir ozza ayoldi. U kishi bir boy va davlat emasdi yoki bir masjidni boyligi bilan yo bir
narsa bilan obod qilgan emasdi. Faqat u kishi shu o'zlari qo'llaridan kelgan bir ojiza edilar. Shu masjidni tozaligiga qarab yurardilar. Shuni hurmatidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishini shunaqa ulug'ladilar va u kishini haqlariga shundoq bir chiroyli bir ajib duo qildilar. Demak, bu masjidni obodligi, tozaligiga bir e'tibor berib, rioya qilib turishligimiz ham moddiy, ham ma'naviy, demak bu bir ulug' savobli ishlardan, bir ulug' ibodatlardan ekanligini barchalarimiz yodimizdan chiqarmasligimiz lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, ummatimning amallari menga ko'rsatildi. Ular ichida masjiddan ozor beruvchi narsani olib tashlash amalini ham ko'rdim deganlar. Demak, masjidga bir ozor beradigan nimaki bu aytganimizdek biror bir tozaligiga bir to'sqinlik qiladigan bir qog'ozdir, bir salafandir, nima bo'lsa ham shunaqa ko'zga bir yomon ko'ringan narsalardan bir toza tutishligimiz, yuqorida aytganimizdek shu qiyshayib qolgan yoki turilib qolgan joy namozlarni, bir gilamlarni, xolaslarni to'g'rilab qo'yishligimiz ham savobli amallardan ekanligini unutmasligimiz kerak. Chunki savobni katta kichigi bo'lmaydi. Har bir zarrachalik qilingan yaxshiligimiz ham albatta qiyomat kuni hisob kitobga olinadi. Shuning uchun har bir yaxshi amalni demak katta kichikka almashtirmasdan, demak birdek solih, yaxshi, savobli ishlarda bardavom bo'lishligimiz lozim bo'ladi. Ushbu hadis bu kichik amalning Alloh taolo huzurida naqadar qadrli ekanligini ko'rsatadi. Ummatning son sanoqsiz buyuk amallari orasida aynan shu amal alohida ajratib ko'rsatilishligi shunga dalolat qiladi. Ya'ni shu masjidga xalaqat beradigan narsani olib tashlashlik bir kichkina amalga o'xshashligi mumkin, lekin buni alohida hadis sharifda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilyaptilar. Shuning uchun masjid ishida har bir solih ishda, amalda demak savobni katta kichikka ajratmasdan, demak birdek g'ayrat, shijoat bilan qilishligimiz lozim ekanligiga ushbu hadis sharif dalolat qiladi. Demak, islom shiorlari bo'lmish azon, namoz, juma, hayit kabi ibodatlar ado etilayotgan va musulmonlar o'z diniy amallarini erkin bajara olayotgan islom diyorida yashayotganimiz bizlarga berilgan katta ne'mat, muhtaramazlar. Buning uchun Alloh taologa shukr qilishligimiz, masjidlarimizni obodligiga o'z hissamizni qo'shishligimiz va bu kunlarni qadriga yetib, tinchlik va birdamlikda ibodatlarimizni o'z vaqtida ado etishligimiz, borishligimiz darkor bo'ladi. Bugungi suhbatimizga xulosa qilib aytganda, masjidlar dinimiz shiorlaridandir. Uning ehtiromini saqlab qadrlashimiz, bu xuddi Alloh taoloning o'zini ulug'lashimiz, uning buyruqlariga itoat etishimizning amaliy ko'rinishidir. Alloh subhanahu va taolo Haj surasining 32-oyat karimasida marhamat qilib aytadiki, kimki Allohning shiorlarini ulug'lasa, albatta bu qalblarning taqvosidandir. Shunday ekan, har birimiz yuqorida zikr qilib o'tilgan masjid odoblariga amal qilishligimiz, farzandlarimizga ham ularni ta'lim berishligimiz lozim. Muhtaram azizlar, avval o'zimiz Alloh subhanahu va taoloni yaxshi tanishligimiz va buni farzandlarimizga ham tanishligimiz lozim. Kim Xudo taborak va taoloni tanisa, demak Xudo taoloni taniydigan insondan gunoh sodir bo'lmaydi. Kim gunoh qiladi esa, demak Xudoni qudratini, rahmatini, marhamatini bilmaydigan, Xudoni tanimaydigan kishidan gunoh sodir bo'ladi. Xudo taoloni tanigan kishi demak bundan gunoh sodir bo'lmaydi. Hop, sal-sal oldiroqqa surilib orqadaglar qolib ketmasin, surilib oling. Muhtaram azizlar, Tarix-i Farishta degan kitobda bir ajoyib jumla keladi. Alovuddin Muhammad Akbar Shoh to'g'rilarida bu kishi Boburni o'g'li, ya'ni Humoyun, Bobur Mirzoning katta o'g'li Humoyunning o'g'li va Akbar Shoh. Demak, Bobur she'r bu sultonlikdan tashqari, demak shoirlik iste'zozi borligini ham yaxshi bilamiz. Masalan, qancha kitoblari bor, hatto Boburiyni yozgan, ya'ni hatto
kishi bu Zahiriddin Muhammad Bobur Shohi Sulton deb uni ko'p makonlarda tarixlarda kitoblarda o'qiganmiz. Boburnoma sirlari mashhur. Hop. Shu nabirasi Akbar Shohi ham demak she'riyatga qiziqishligi bor ekan. U kishi shu dunyoning eng katta imperatorlaridan bo'lishligiga qaramasdan shu she'riyat bilan ham shug'ullanib turar ekanlar va butun shu diyorini chekishga har bir joydan shu shoirlarni jalb qilib she'rlarini yozdirib she'rlarini o'qitar ekan. Kimga shu she'ri agar yoqib qoladigan bo'lsa, ustidan tillolarni, zarlarni sachib yuborar ekan. Shunda bir tog'da yashovchi bir arobiy undan xabar topib, "Menam bir she'r yozib olsam-ku, shu menga ham biror bir nima bersa, bir moddiy bir foydalansam, bir moddiy yordam bersa" degan maqsadda bir she'r yozib saroyga yo'nib borgan ekan. Shunda shu bosh vazir bor ekan, har bir ketayotgan odamning she'rini oldin tekshirib olib, keyin kirgizar ekan. Har bittasini o'qib chiqar ekan, boyagan she'rni yozib olib ko'rsatibdi-yu, boyagan she'rni ko'rgan zahoti yo'q, boyaga vazirlik titroq bosibdi. Qo'rqib ketibdi rangi o'chib. Nima deb yozgansan bunga? Sen endi o'zini shu hind tilida bir qofiya surali bo'lsa kerak-da, ma'nosi Akbar eshagi bolasi degan ma'noni anglatar. Demak, shuni o'rniga debdi, "Yaxmoq qanaqasan? Bu bir imperator bo'lsa, shunday deb yozib kelasanmi? Undan ko'ra bu butun ko'lligu, demak shu dengizi yo'q quruqligi bir podshohi, imperator deb yozsang, jumla surali chiqaveradi" deb o'zgartirib qo'yibdi. She'riyattirib o'qibdi. Keyin u kishi she'riyatni yaxshi bilganligi uchun ma'lum tepasidagi o'zingniki debdi. Qolganini kim bosh yetkazsin desa, to'g'ri sodda odam ekan-da, bir arobiy odam ekan, bilimsiz, bir johil. "Ya debdi, nimasini aytasan" debdi. Eshigi tagida bir vaziring bor ekan, yaramas debdi. Buni ko'rib rangi o'zgarib oqarib ketdi. O'zi aslida jumla mana qayda? Akbar eshagi bolasi deb yozgandi. Bu jumlani o'sha o'zgartirib qo'ydi debdi. Desa Akbar Shoh unda haqiqatan bir o'ta sodda, podshohning kimligi, uni qudrati qanaqa darajadagi, uni qo'li qayga yetishligidan endi buni bir xabari yo'q. Bir bechora sodda odam ekan deb, nima sababdan kelding desa, shunaqa desa ustidan shu tillalarni sachib ancha bir hadiyalarni berib yuborgan ekan. Hazrat Ashraf Ali Dahloviy aytadilarki, "Bundan nimani olamiz?" desa, u odam endi bir chekka tashlaydigan bu bilmaydi-da podshohning kimligini, qudrati qay darajada ekanligini. Boyagi vazir biladi, uni ko'zini oldida ne kallalar kesilib ketganini, ne odamlar mukofotlanib ketganini-yu, ne odamlar zindonga tushib ketganini u yaxshi bilganligi uchun boyagi qog'ozni ko'rib rangi oqarib ketdi uni. Yana bundan oladigan narsamiz nima desa, demak, o'sha yuqorida aytgandek, shu Xudoni agar biz haqiqiy taniydigan bo'lsak, demak, birovni aldamaymiz, yolg'on gapirmaymiz, ig'vo qilmaymiz, birov haqidan qo'rqamiz, Xudo taolo buyurgan yo'ldan yuramiz, Xudo taolo qaytargan yo'ldan qaytamiz, Xudo harom qilib qo'ygan narsalardan o'zimizni tiyamiz, qachonki biz Xudoni tanisak. Chunki Xudoni tanigan insondan, nima yuqorida aytganimizdek, gunoh sodir bo'lmaydi. Kim gunoh qiladi desa, o'sha Xudoni tanimaydiganlar gunoh qiladi. Demak, Xudoni o'zimiz avval yaxshi tanishligimiz, demak farzandlarimizga ham tanishligimiz albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu tinchlik, xotirjamlik hukm surayotgan yurtimizga ko'z tegmasin. Xudo taolo bu tinchligimizni, mustaqilligimizni o'zi abadiy etsin. Mana iymon erkin masjidlarda ibodat qilib turishligimiz, shuncha bir noz ne'matlar, qanchadan qancha bir boyliklarni egasi bo'lib turishligimizni o'zi bir katta ne'mat. Albatta bu ne'matni qadriga yetishligimiz, chunki bu tan jonimiz sog' bo'lishligi, bu tinchlik, xotirjamlikda umr guzorlik qilishligimiz eng ulug' ne'mat. Bu iymon, sizni bizlarga berilgan iymon eng ulug' ne'mat muhtaramlar. Bu iymondan keyingi ulug' ne'mat qaysi desa, iymondan keyin turuvchi bu ne'mat tinchlik, bu xotirjamlik, osmonimizni musaffo bo'lishligi va tan jonimizni sog' bo'lishligi bu ulug' ne'mat. Shuning uchun bu Alloh subhanahu va taoloning baytini molimiz bilandir, davlatimiz bilandir, pulimiz bilandir, yoki bu yerdan qadamimiz uzilmasdan shu yerlarni bir to'ldirib o'tirishlik bilan, demak bu Alloh subhanahu va taoloning uyini obod qilishlikka g'ayrat, shijoat qilishligimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi barchalarimizni, oqibatlarimizni mahmud aylasin. Hammalarimiz farzandlar, ahli ayollarimiz bilan
tinchlik, xotirjamlikda, rizqi mamnuniyatlikda umr guzaronlik qilishligimizni o'zi barchalarimizga nasib aylasin. Yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu.